Assalomu alaykum. O'zbekiston Respublikasi Qashqadaryo viloyati Kitob tumanining Javz qishlog'i tarixiga va bir oz qisqacha ma'lumot berib o'tamiz. O'zbekiston Respublikasi Qashqadaryo viloyati Kitob Javz Shayx Sobir jome masjidlari mavjud bo'lib, masjidlari oldidagi chinor daraxtining 9-10 asrga tarixga ega chinorlar va Shayx Sobir parranda bobomizning mo'jizalari bo'lmuş tut daraxti bor. Aslida javz arab tilidan olingan bo'lib, ma'nosi yong'oq, yong'oqlik joy, yong'oq zo'r ma'nolarga ega bo'lib, tomirqalarga, qir adirlarda ko'zga ko'p ko'rinadigan daraxt bu yong'oq daraxtidir. Yong'oq juda ham shifobaxsh va ko'p immunitetlarga, asab tizimiga dorivor o'simlik hisoblanadi. Yong'oqning hozirgi kunda boshqa davlatlarga ham eksport qilinib turibdi. Javz qishlog'ining soya salqin joylari juda ham ko'p. Siz azizlarning va vatandoshlarimizning boshqa sayohatchi barodarlarimizning kelib dam olib hordiq chiqarishlaringizga ma'qul joy deb bilamiz. Soya salqin joylari, sharshara buloqlari juda ko'p, shirin suvlari. Keling aziz do'stlarim, dam olib hordiq chiqarib ketishlaringizga juda ma'qul joydir.